Hamma qo'rquv vahimada va hammada bir xil savol. Nima uchun bolalarda hozirda kelib nutqiy rivojlanishdan hamda aqliy rivojlanishdan orqada qolish kabi belgilar ko'payib ketdi? Nutqiy rivojlanishdan hamda aqliy rivojlanishdan orqada qolishlar ZPR deyiladi va u nima sababdan kelib chiqadi? Uni davolash belgilari qanaqa bo'ladi? Shu haqida gaplashamiz. Xo'p, nutqiy rivojlanishdan orqada qolish ZRR deyiladi. Aqliy rivojlanishdan orqada qolish esa ZPR deyiladi. Ham aqliy, ham nutqiy rivojlanishdan orqada qolish esa ZPRR deyiladi. Xo'p, bu belgilar nima sababdan kelib chiqadi? Bu kasalliklar birlamchi va ikkilamchi sabablardan kelib chiqadi. Birlamchi, ya'ni homiladorlikni og'ir o'tishi, homiladorlikda onaning o'tkazgan travmalar yoki ayniqsa homiladorlikda birinchi, ikkinchi trimestrlarda onaning o'tkazgan og'ir infeksion kasalliklari, shamollashi yoki davleniyalar natijasida shu vaqtda bolani nerv sistemasi rivojlanayotgan bo'ladi. Agar shu vaqtda homilador ona og'ir infeksion kasalliklar bilan kasallanib muolaja oladigan bo'lsa, bolada nevrologik kasalliklar bilan tug'ilish xavfi yuqori bo'ladi. Ikkilamchisi esa bola sog'lom tug'iladi, ya'ni homiladorlik yaxshi o'tgan bo'ladi va tug'ilgandan keyin boshqa kasalliklar asorati sifatida nutqiy yoki aqliy rivojlanishdan orqada qolish belgilari, simptomlari paydo bo'ladi. Bular bo'lishi mumkin: bola tug'ilgandan keyin o'tkazgan og'ir infeksion kasalliklari, bolani olgan travmalari yoki boshqa infeksion kasalliklardan qolgan asoratlar, ensefalit deymizmi, DTP rivojlanishi natijasida ham bular bir-biriga bog'liq. Va bundan tashqari bola homiladorlik yaxshi o'tdi, sog'lom tug'ildi, 2 yoshga, 3 yoshga to'ldi va bolaga uzoq vaqt telefon, televizorlarni berib qo'yish natijasida ham bolaning nutqiy hamda aqliy rivojlanishi orqada qolyapti. Ya'ni bunda nima bo'ladi? Ko'pchilik ota-onalar buni tushunmayapti. Bolaga telefon berib qo'yishadi. Nega bolangizga telefon beryapmiz desak, ularning bahonasi tayyor. Bola bir o'zimga qolgan, bundan tashqari yana boshqa bolalarim bor, uy ishlarim bor, uy ishlarimni yoki boshqa narsalarimni qilib olishim uchun bolaga vaqtdan yutish uchun telefon berib qo'yganman, bilmaganman deb bahona ko'rsatishadi. Yo'q, bu bahona bo'la olmaydi. Va buni keyin tushunishadi, gap bo'lishi mumkin emas. Lekin ba'zilar nega bizni davrimizda multfilm ko'rib katta bo'lganmiz-ku, biz nega bo'lmaganmiz degan savollar berishadi. To'g'ri, bir tomondan qaraganda o'rinli. Biz avval ko'rgan multfilmlar bilan, biz avval ko'rgan nimalarni hozirgi kunda yer bilan osmoncha farqi bor. Biz multfilm ko'rganda 1 soat, 1,5 soatlik serialli bo'larmidi yoki boshqa multfilmlar ko'rinadi. Hozirda esa ko'riladigan multfilmlar juda ham yorqin. Kadrlar qisqa sekundlarda almashadi. Ayniqsa hozirgi kunda, ya'ni so'z ishlatmasdan tovushlar, musiqalar orqali qo'yiladi va bolani psixikasiga ta'sir qiladigan har xil bizni qadriyatimizga, mentalitetimizga to'g'ri kelmaydigan orasiga har xil syujet deymizmi, shunday narsalar qo'yib yuboriladi. Bular esa bolani sabrsiz, jizzaki, yig'loqi, giperaktiv, o'rganib qolishga olib keladi. Ular sekin-sekin rivojlanib, bola tashqi dunyodan endi uzala boshlaydi. Natijada telefonga o'rganib qoladi. Kimdir chaqirsa qaramaslik belgilari paydo bo'la boshlaydi va buni ko'pchilik bolam quloq eshitmayapti deb boshqalarning gapiga quloq solib, lor mutaxassisga olib borishadi. Quloqni audiogramma qilganda quloq eshitish yaxshi. Lekin aslida bu uzoq vaqt telefon, televizor ko'rish natijasida miyaning chakka sohasida joylashgan nutqga, aqlga javob beradigan markazlar bitta sohada joylashadi. Shuning uchun bu markazlar uzoq vaqt telefon, televizor berib qo'ygan bolalarda nutqi tormozlana boshlaydi. Natijada ham nutqiy, ham aqliy orqada qolishlar kuzatiladi. Birinchi shu narsani tushunishimiz kerak. Bolani nutqiy rivojlanishdan orqada qolish sababi telefon, televizorlar. Agar bola sog'lom tug'ilib, 2 yoki 3 yoshgacha yaxshi bo'lgan bo'lsa. Xo'p, bu kasallik nimaligini, qanday kelib chiqishini bildik. Endi uni oldini olish va davolash haqida gaplashamiz. Buni qanday qilib, qaysi mutaxassisga qanday tekshiruvlar qilinadi? Bu shikoyatlar kuzatildimi? Albatta, nevropatolog shifokorga ko'rinish kerak. Nevropatolog bolani nevrologik holatini, ota-onasini
bolasida qanday shikoyatlar bo'layotganini so'raydi. Ular haqida batafsil ma'lumot beradi. Nevrologik tekshiruv qiladi, bolani diqqatini ko'radi, holatini, reflekslarini va kerak bo'lgan tekshiruvlarga tavsiya beradi. Misol uchun EEG tekshiruvi bo'lishi mumkin, balki qon analizlari yoki boshqa MRT tekshiruvmi, hammasi tushirilib, umumiy to'liq tashxis qo'yiladi. Bu to'liq to'g'ri qo'yilgan tashxis 50% davo degan. Agar tashxis to'g'ri qo'yilmasa, oladigan bolaning muolajalari umuman foyda bermaydi. Tashxisni kim qo'yadi desa, albatta shifokor nevrolog qo'yadi. Logoped defektolog emas. Logoped defektolog nima vazifani bajaradi deb savol tug'ilishi mumkin. Logoped defektolog bular pedagogika yo'nalishini bitirgan mutaxassislar bo'lganligi uchun bular faqat nutqni to'g'ri qo'yish, ustanovka qilishda, ya'ni to'g'ri qo'yishda yordam beradi xolos. Va agar kerak bo'lsa, shifokor to'liq tekshiruvlar o'tkazib, medikamentoz davosini yozib beradi. Va albatta nutqiy, aqliy rivojlanishda orqada qolgan bolalarga birinchi navbatda logoped defektolog mutaxassisi yordami, ishi kerak bo'ladi. Men doim menga kelgan bemorlarimga tavsiya beraman, siz yaqin atrofdagi yaxshi logoped defektolog topib, doimiy qatnashishingiz kerak. Logoped defektolog doimiy qatnamadingizmi, bolada hech qanday o'zgarish bo'lmaydi. Kimdirlar logoped bordim, o'zgarish bo'lmadi, yoki logoped defektolog bordim, 2 oy qatnadim, o'zgarish bo'lmadi. Yo'q, bunaqasi bo'lmaydi. 2 oyda bo'ladigan narsa emas, vaqt kerak bo'ladi. 1 yil, 2 yil, undan ham ko'proq vaqt ketishi mumkin. Siz agar bolani logoped defektologga 2 oy olib borib, 1 oy dam olib, mana shunday uzilish bo'layotgan bo'lsa, bunda o'zgarish bo'lmaydi. Bo'lsa ham kam bo'ladi. Nega desangiz, logoped defektolog o'rgatgan yangi so'zlarni 1 oylik pererif davrida unutib qo'yadi. Yangi o'rgangan mashg'ulotlarni, bilimlarni unutadi bola. Shuning uchun doimiylik kerak. Hech bo'lmasa kun ora bo'lsa ham doimiylik o'rganish kerak. Bundan tashqari yana ko'pchilik shikoyat qiladi, logoped olib bordim, o'zgarish bo'lmadi. Albatta bo'lmaydi. Hozirgi kunda logoped mutaxassisligi va logoped defektolog mutaxassislar bor. Logoped defektologlar pedagogika institutini bitirgan va defektologiya yo'nalishi bo'yicha o'qib va o'z ustida ishlab, yaxshi tajribaga ega bo'lgan mutaxassis. Hozirgi kunda men eshityapman, ba'zi bir logoped defektologlar 1 oylik yoki 2 oylik kurslar qilib, o'rgatib, ularni ishlashga qo'yib yuborishadi degan. Bu xato. Logoped mutaxassisi bu 2 oy yoki 1 oyda o'rganib qilinadigan mashqlar emas. Bu shuning uchun ham bolalar nutqida o'zgarishlar orqada qoladi. Va yana ko'pchilik aytadi, biz logopedga ham bordik, logoped defektologga dorisini ham oldik, o'zgarish bo'lmayapti deydi. Bu ham ba'zi holatda uchrab turadi. Ba'zi emas, ko'p uchrab turadi. Va reabilitatsiya degan hozirgi kunda zamonaviy davolash yo'llari chiqqan. Agar nutqiy yoki aqliy rivojlanishdan orqada qolish bo'layotgan bo'lsa bolada, men doim tavsiya qilaman, imkoni bo'lsa kompleks muolaja olishni tavsiya qilaman. Ya'ni kerak bo'lsa logoped medikamentoz, ya'ni dori-darmonlarni yozadi nevropatolog, doimiy logoped mutaxassisga qatnaydi. Ya'ni zamonaviy davolash metodikalari nimalar kiradi? Zamonaviy davolash metodikalariga yangi chiqqan apparatlari, mikropol bo'lishi mumkin yoki TVNS bo'lishi mumkin, TMS bo'lishi mumkin. Bu apparatlar qanday yordam beradi degan savol tug'iladi. Bular bosh miyaga qo'yiladi, nutq markazlarini uyg'otib berishga yordam beradi. Va TMS olganda ham o'zgarish bo'lmaydi ba'zi bir holatlarda. Nega desangiz, agar bolaning nutq markazini miyasiga to'g'ri nutq markazlarining o'zini joylashuvi, manzili bo'ladi. O'sha manziliga, o'sha joyiga topib qo'ymasangiz joylashuvni, oladigan TMS yoki zamonaviy apparat ham yordam bera olmaydi. Va yana shunday holatlar bo'ladiki, ko'proq ZPR tashxis qo'yilgan bolalar STVG bilan keladi, ya'ni giperaktivlik sindromi bilan. Yana RAS tashxisi bilan keladi, ya'ni autizm elementlari 3 ta yoki 4 ta belgisi bilan birgalikda keladi. Bunday holatda nima bo'ladi desa, logoped defektolog shug'ullana olmaydi. Haqiqatan ham shug'ullana olmay qo'ymaydi. Bola chunki yig'laydi, bitta joyda o'tira olmaydi, logoped defektologda aytgan yoki vazifalarni qila olmaydi. Shuning uchun ham yuqorida aytganimdek, reabilitatsiya kerak bo'ladi. Reabilitatsiyada birinchi navbatda dori-darmonlar bilan tinchlantiruvchi dorilar yoziladi, sedativ ta'sir qiladigan. Keyin esa bolani miyasida qo'zg'alishlar bo'ladi-da, RAS tashxisida, STVgda.
o'sha qo'zg'alishlarni bir me'yorida bioelektrik kimyodagi to'lqinlar bir me'yorida soluvchi TVNS apparati qo'yiladi va AFK mashg'uloti shug'ullantiriladi. Shunda bolani giperaktivligi yoki ras elementlari kamayadi. Keyin esa nutqi, aqli bilan shug'ullansa, effekt juda ham yaxshi bo'ladi. Faqat mana shunday muammo bilan kelishadi-da, ya'ni boshqa joyga borilgan o'zgarish bo'lmagan, chunki bir tomonlama yondashgan. Umumiy kompleks yondashmasligi natijasida ham mana shunday muammolar kelib chiqadi. Ko'pchilik ota-onalarda xuddi shunday muammolar bor. Ya'ni bolasini nutqiy, aqliy rivojlanishdan orqada qolish, noodatiy qiliqlarni paydo bo'lishi. Agar sizda ham yoki yaqinlaringizda xuddi shunday holatlar kuzatilayotgan bo'lsa, pastda havola qo'yganmiz, murojaat qiling, biz sizga batafsil tushuntiramiz, nima kerak, nima qilish kerakligi haqida. Sizda yana qanday muammolar bor, yozib qoldiringlar kommentariyada va qo'llab-quvvatlash, yoqtirmani bosinglar. Biz sizga keyingi nima haqida gapirib berish, shu haqida olib chiqamiz. Bizni kuzatishda davom eting. Bizning maqsad sizning salomatligingiz.